Assalomu alaykum internet kuzatuvchilari. Mana 2025-yilda barra qo'zlari keldi. Mana yaylovga qo'yib yuborsam, shu oyoq qo'li uzoyib, shu katta bo'ladigan qo'ylardan deganlarga mana akalar, o'sha qo'ylar keldi. Bugun juma kuni, jumalang qutlug' bo'lsin. Hop, hafta kuniga 2025 14-mart. Akalar, qo'ylarimiz 4 dona sog'liq, 2 dona qo'chqor. Bitta like urib, bitta obuna bo'lib qo'yasizlar. Nabodonda bu qo'yni ola olmay keyin ko'rganlarga yana safar kelishiga birinchi bo'ylab boradi, xudo xolasa. Har 2-3 kunda mashina qo'ylardan chiqarib boramiz, ilojini boricha yo'lida arzonroq qilib. Akalar, bu qo'ylarni baqqan odam hozir emas. Bir oy, 2 oydan keyin bu jullarni oldirib, chiroyli qilib bir qorada yaylovlarda baqsa, keyin xursand bo'ladigan qo'ylar. Baqqaning sari katta bo'lib, baqqaning sari bir ochilib boradigan narsalar akalar. Mana shu yaylovda baqsang yana ham chiroyli qo'ylar bo'ladi bular. Garantiyalik hammasi. Alaykum. Akalar, mana qo'ylarimiz, mana yeb ichlarni ko'rsatib, shu hamma yo'g'ini ko'rib turib oladigan shu qo'y qilib olaman deganlarga mana har safar obuna bo'lib turaman, like bosib turaman deganlarga narxlari 3 million deyish bepoyda. Bozorda lekin qo'y qimmat bo'lyapti akalar. 2008 ham emas, 26 ham emas akalar. 24 dan Toshkentgacha dastopkalar bilan chiqarib yuboramiz. Lekin bitta like urib, shu keng tarqalish uchun bitta obuna bo'lib qo'yasizlar, xudo xolasa. Qo'ylarda baqqan odam baraka topsin mana. Katta qo'y baqib, juda qiyin bo'lib qoldi baraka topish. Mayda qo'yni bir oy 2 oy ko'proq baqasiz, zati foydasi ko'rinadi. Katta qo'ydikini yedirib shu pulingizga aniqlaridan bo'lib qoldi. Bular katta bo'ladi-da, bo'yi o'sadi, semirmasa ham. Bo'yi o'ssa ham pul qo'shiladi. Katta qo'y o'smaydi, faqat semiradi. O'zingiz pulingizga semiradi. Bular mana shu ko'chada ko'kotga katta bo'ladi, bo'yi o'sadi. Shuni ishqiboz bo'lganlarga yana buni sirlarini, boqish sirlarini aytaman. Xudo xolasa foyda qiladi qo'ylardan. Hop, bitta like bosib, keyingi safar uchrashguncha xayr.